Assalomu alaykum muhtaram ko'rurman do'stlar. Hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lgan fidoyilar xush keldinglar. Aziz vatandoshlar, bugun yana diqqatingizga mustaqil kuzatuvchi Uyg'ur ziyolisi Mavlon Yasin afandininki 11 bitimga aloqador yana bir yangi izlanishini taqdim qiladi inshaalloh. Xabaringiz bo'lgandek, Mavlon Yasin afandim kichikkin ko'rgan materiallar orasidan o'zininki izlanayotgan har sohada, ya'ni xalqimizga kichikkin foydasi bo'lgan bo'lib qolib qolsa, shunga soatlarcha, kunlarcha, oylarcha material ko'rib, o'z bayqagan shu masalalarni bizga inchga dehqon tilida tushuntirishga tirishib, ajr bilan kelib, har qator programmada yaxshi olqish erishyapti. 11 bitimga aloqador ilgari 3 qism mazmunlarda ilgari keyin bo'lib 3 qism to'xtaldik. Bugun 4-chi qismi Uyg'urlar zaten nimaga qarshi, zulmgami yoki tajovuzchimi degan mazmunda 4-chi sonni ko'ryapsizlar. Undan boshqa Mavlon Yasin afandininki programma shu fidoyilar ekranda taqdim qilayotgan umum programmasiniki 37-chi son bo'ldi. Xabarda bo'lsizlar. Programmalarni, ilgari programmalarni izlamoq bo'lsanglar, Facebook yoki YouTube kanalidagi shu Mavlon Yasin afandining taqdirlari nomidagi listiga boqsanglar ko'ralasizlar. Bo'lmasa bizlar aloqalansangiz biz yo'lga bersak bo'ldi. Rahmat. Şu an programımızı başlap ketdik. Ekranımızda Mevlon Yasin efendi. Assalomu alaykum Mevlon aka, hoş geldiniz. Va alaykum assalom uka. Ko'p rahmat. Yana bir qatam bu ekraningni menga berganingga. Emniyatda sizga ko'p rahmat. İzlenişlerimizni bizning ekranlarimiz hozir shu gerçi bize paydo bo'lgandan tortib, ya'ni shu fidoyilar ekrani nomida naq maydon programmasi boshlagandan tortib bu ekran mening yo'qsining emas, fidoyilarning ekrani deb kelayotgan bo'lsakmi, buni tushungan va buning xarakteri, mohiyatini, rolini tushungan odamlardan sanoqli bor. Shuning ichidagi birisi bo'lishibsizlar. Har qator programmada yana gerçi quloqlaringizga har xil shivida pichirlayotgan bo'lsa-mu, ammo maydoningiz va o'zingizningki meselenin mahiyetini tunuş xosligingiz bilan izchil davom qilib kelyapsiz. Biz sizga rahmat aytamiz. Program boshlab ketsak bo'ladi. So'z sizda. Marhamat. Endi men oldida bir davet o'tgan, men fidoyilar ekranini yaxshi ko'rgan yerim, boshqa ekranlarning hammasi yana Xitoydagi televizor qoidasi bo'yicha manganda, masalanga İstiqlal bo'lsin, Sharq Turkistonninki to'rbiti bo'lsin, bular o'zining shu odamlar chiqiblar o'zininki fikrini so'zlab chiqib ketadi. O'zi yaxshi ko'radigan. Buning qarshi fikri yo'q. Hozirgi akademik bo'lsin, bu hozir to'rlar yana chiqayotgan natijasi bor, bu Sharq Turkiston hukumatining to'ri bor, İstiqlal bor, Uyg'ur arasida eng konisi, uningdagi yan bir neçesi var. Dünya Uygur Kurtuluğu çıktı. Bunlar özlerinin adamları çıkıplar, özlerinin siyasetini teşvik edip çıkıp gidiyordu. Ya da karşı kuş yok. Yana asası bunların teşvik kılışı, royu, sözleşi royu, yana Xitay'ınki teşvikat formülasından çıkıp gidemedi. Erkin yok. Yani o aslında bana okşaş adamga bulmaydıkende, mesela meni birisi o tortkiler çıksa, birden çıkıplar, tortkiler bilen tortkiler üzügüle hücum çıkıp gitmen değil mi tanqidlar? Bulmaydıkende şu an fidoyilar ekrani, bizning g'arbninki rolini her qanday fikir. Men işinme çok to'xtab turing. Mani taqmabdimi? Mani. Her qanday fikir, mesela g'arblarda qo'shilsin, qo'shilmasin, g'arblar controversial deydi, talash tortish bo'lsin deydi. O'xshamagan fikrni o'ttirga chiqadi. Yani bu yerga chiqayotgan nurg'un fikrlarga siz o'zingizmi qo'shilmaysiz. Nurg'un fikr, lekin siz bu erkinlikka bir muhit yaratib beryapsiz. O'xshamagan fikrlarni chiqqanda, shuning uchun sizga men rahmat aytaman. Bu kanalni men qimmat ko'raman, azizligini bilaman. Endi men bugun 11 bitimning 4-chi so'zlaymiz deyapmiz. Men hozir qadar chunki men 11 bitimni so'zlashim ikkinchi jumriyat jarayonida nurg'un muhim voqealar bo'lgan. G'ini Boturlarning dastlabki qo'zg'oloni, G'uljidagi Harambaq, Oydirim urushi, u ikki urushning jarayon natijasida xalq armiya shu vaqt ikkinchi jumriyat qurilmagan, shu xalq armiya G'uljini qo'lga tushirdi.
azad bo'ladi bu ikki urushning natijasida. Undan keyin shu ikki urush g'uljilarlar asosiyatdan qo'lga tushib qolganda Urumchi turmada yotgan Ahmadjon Qosimni Xitoylar qo'yib g'uljiga avtiydi. Undan keyin g'uljida talkining ichida Gomindan g'uljiga yordam qilamiz deb olamiz deb kelgan askarlarni talkining ichida yushurun ularni vayron qildi. Jin urushi bo'ldi, Shixo urushi bo'ldi. Milliy armiya qurilgan kunlarini g'ulja hozir Vanqadir bog' deymiz. G'ulji bog'chisida o'tkazdi. Onun İlhan Tör sürgün buludu. Ahmetcan Kasım birinci yetakçisi oldu. Reis bulmaydı. Yetakçisi buludu. Keyin Abdurrahim Abbasov yoshlar tashkilotini qurdi. Har xil Oqsuvi fidoyi qo'shinlar Oqsuvi bordi. Shu jarayonlarda ikkinchi jumriyatda nurg'un muhim voqealar bo'lgan. Lekin bu ikkinchi jumriyatga voqealarning eng muhimi 11 bitim. Ikkinchi jumriyatni vayron qilgan, dorga osgan, ikkinchi jumriyatni sitib etgan 11 bitim bu voqealarning ichiga eng muhimi. Shuning uchun men 11 bitimga diqqatimni ashak markazlashtirdim. Boshqalarni men so'zlab qolamiz. Bu bir masala. Undan keyin men bir obzor yozdigan odam. Obzorchi deb qo'ygan, obzorchiga inglizchada observe degan gapdan kelgan. U degan o'z oldinga mustaqil bir narsani tanqidiy ko'z qara degan. Gapdan kelgan, uni Uyg'urcha obzorchi deydi. Men shu obzorchilik qilaman. Shuning har qanday birini yozganda shu narsaga bo'lgan o'zimning ko'z qarashini so'zlab o'tib ketaman. Unim ochiq chiqatamda. Amsi men başlay. Xudo parvardigorim, meni do'stlarimdan saqlag'aysan. Dushmanimni o'zim bir taraf qila olayman. Lord, protect me from my friends. I can take care of my enemy. 1717-yillarda yeni yetib kelgan odamning yuzini kesib turadigan qishning ochiq shamollarining g'uyuldishi Fransiyani hukmronlik qilayotgan paslida ikkinchi qitim turmadan yeni chiqqan Fransiya ma'rifatchilik harakatining yetakchilaridan bo'lgan 20 mingdan ortiq xat, 2 mingdan ortiq kitob va qo'llanma yozgan faylasuf, yozuvchi, obzorchi va tarixchi François Marie Arouvi yuqorqi mashhur naqlni qoldirib ketdi. Bu so'z shuningdan tortib siyosatchilarni va yetakchilarni ogohlantiradigan qizil chiroqqa aylandi. Mustaqil bo'lish uchun ilib borgan kurashlarda mavjud hokimiyatni og'dirib, yeni hokimiyat qurish uchun ilib borgan qo'zg'olonlarda yoki siyosiy o'zgarishlarda bu so'zni yodidan chiqarib qo'ygan millatlar, partiyalar, guruhlar mag'lubiyatdan taqdirini yezib keldi. Uyg'urlar bu misollarning shonliq obrazi. Qor ketgandek tez bitchiq bo'lib oyoqlashidi. Yoki qalbining oxirgi qadamida barliq qilgan ishlari bekor bo'lib, qilgan ajri ko'kka so'rilib ketadi. Bizning ikki jumriyatimiz va ikkinchi jumriyat halak bo'lib, hozirgacha Sharqi Turkistonning ichida 100 ga yaqin o'xshamagan darajadagi inqilobiy harakatlarning ko'p qismi ichimizdan chiqqan xoinlarning setivitishi bilan mag'lub bo'libdi. Men bir şey so'zlab o'tib ketay. Mushu Amerikada birisi bor. Osh odamda Sharq Turkiston jumriyati mag'lub bo'lgandan keyin bizning ashad bo'lgan 100 dak qo'zg'olon har xil Xitoyni mustaqil harakatning tizimligi bor. Mana shu siz so'zlang, shu tizimlikni menga bering dedim. Agar o adam uyushib baqay dedi. Agar menga berib qolsa, shu kuni bir kun achchiqim. 100 ga yaqin bu butun tizimligi bor buningda. Mana hatto dunyoga tanilgan g'ulja fevral qo'zg'olonining yetakchisi İbrahim İsmoilnimi o'zining eng yaqin sabdishi va o'zi eng ishongan Abdu Jabbor Xitoyga tutib beribdi.
Mana bu to'g'riliq Kanadadagi Gulshan Abduqodir xonim 5 fevral arxivi 2 tom 94 betda mundaq yozgan. Rasm birga akab qo'ysangiz, asha tursin. Mana bu kitobni, bu nimaniki Gulshan Abduqodir xonimning bu kitobini hammalar o'qinglar. Bu kitobni o'quvchi yuragimning yerimi qonib ketdi desam bo'ladi. Shunchalik yaxshi yozilgan kitobga, endi shu vaqtida bu kitob to'g'riliq birini yozay desam, Gulshan Abduqodir xonim unimidi. Endi men tushganda menda Gulshan Abduqodir xonimni Dünya Uyg'ur qurultayining a'zolari bo'lgandan keyin mening men u to'g'riliq birini yozishimni rad qildi dedim. Kitobdan mana 194-betida mundaq yozilibdi. Men shu kitobdan mana ilib o'qib beryapman. Men shu kitobdan oldim. Jumla 94-betidan mana Uyg'ur ma'lari g'alsirab qolgan edi. Xuddi burkut o'z pida yasalgan o'qda so'qilgandek İbrahim İsmoilga urilgan eng oxirgi o'q uning eng yaqin sabdishi turpan yuzlik Abdujabbardan keldi. İbrahim İsmoil Abdujabbarga intayin ishongan va kepak yuzdagi yoshurun kurashishlardimi Abdujabbarni yinidan ayırmagan idi. Bizga kelgan uchurlarning boshqa bir variantida İbrahim İsmoilni ashu Jabbarning seni ishonchlik bir kishilar bilan ko'rishtirman degan bahona bilan Toshko'rik yezdagi yuqorida biz so'zlab o'tgan İbrahim İsmoil qo'lga tushgan qo'rg'uga boshlab aparganlikni qayd qilindi. En yaqin sabdishdagi qo'lga akiratga shu akirda. Endi bu aç kitobni o'qisanglar bo'ldi. Bu İsmoil İbrahim mening eng texmin bo'lgan bu İsmoil, bu İbrahim İsmoil qo'li tapancha va kurash qilmay tapanchani topshirib berdi. Endi uni degani men o'q chiqarsam shu o'yildagi hamma odamni itib yutadi deb. Endi shu jang qilib o'lib ketgan so'ng bir necha oyga o'ttirib yutadi uni. 74-betga qarasanglar shu bu to'g'riliq tafsili qandoq tutgan, qo'lga tushgan, qandoq hamma jarayonni Gulshan Abduqodir xonim inchik yozgan buningda. Qo'lni topshirib ketgan. Ana tutib bagini bu ishongan yinitga jonjigar og'insiga. Ama bizning butun yüzdinci hareketimizni mana hozir mishta sitib kelgan, xoinlik qilgan mustaqil harakatni sitib etgan bu harakatlarning hammasini Uyg'urlar ichidan chiqqan. Hozirmi masalan xalqaro Dünya Uyg'ur qurultayidek mustaqil harakatni sotqa ish nihoyat oz uchraydi. Indigenous o'z taqdirimiz tuanda to'xtaymiz. Intayin xalqaro sahnada dog'dug'liq sityotidi, Uyg'urlar dog'dug'liq qo'llayotidi. Gulshan Abduqodir xonim bu xoinlikqa bo'lgan hissiyotni kitobining 103-betida mundaq yozgan. Rasm 2ga akiling. Mana mishada. Uyg'ur xalqining, ama kitobda o'qi, Uyg'ur xalqining o'lmas boyligi hisoblangan, sodir ot chopturgan bu bepoyon yizo va mahallarda o'lmas bir naqsha hozirga qadar itilmoqda. To'xtab turing, itilmoqda. Sodirni tutib berib, ko'ngling tindimi shengan. Amaliyot sodirni tutib bergan dastlabki odam shu Uyg'urga iliq sodirning hikoyasi bor-ku, iliq naqshda. Sodir dastlab ketim tutilganda qumul jonga bog'langan degan naqshi bor. Bu ma'ni davomli o'qiyapman. Bu naqsha hozirmi qimmatini yo'qotmagan edi. Shundaq sodirni shanganga tutib bergan bo'lsa, Amri İbrahim İsmoilni Uyg'ur tutib bergan edi. Iliq Marksning bir gapi bor. Oldin qatim so'zlagan tarix 2 qatim takrorlandi. Biri tragediya, uningdan keyin sapla komediya. Uyg'ur tragediya davrida o'zini tutib, shuni tuzatmagan millatga undan keyin tarix chaqchaq qilishga boshlaydi. Butunlay komediyaga aylanib ketadi butun Uyg'urning tarixi. Hozirmi masalanga uchuq oshkora xalqaro Dünya Uyg'ur qurultayi mustaqillikni
inkar qilib keldi. Indigenous nim deydi. Keyin Dünya Uyg'ur qurultiyi mustaqillikni qanda satdi deb bu to'g'riliq maxsus to'xtaymiz, Xudoyim buyursa. Shunday bo'lsa, men mishiyada oldidan ola bir talash tortish xarakterlik bir savolni tashlab qo'yay hammanglarga, keyingi mening suhbatimga foydasi bo'ladi. Mana dunyo xalqaro sahnada Dünya Uyg'ur qurultiyining mustaqillikni satmagan bir misolni ko'rsatib beringlar. Düşmanni içimizden izlemigenlik Uygurlarning takrorlanayotgan mag'lubiyat tarixining yana bir ko'rinishi. Xoinlar, fursatparastlar, yetakchilik qobiliyati yo'qtirib, yetakchilik o'ringa chiqib olganlar, mustaqil harakatini jon beqish yo'li qilib olganlar to'xtamay dushmanni ichimizdan izlamayli degan shuarni bozorga silib, Sharq Turkiston xalqining mustaqil harakatini zulmga qarshi harakatga burmlab keldi va ketib bordi. Misolan, o'z taqdirini o'zi belgilash, Uyg'urlar indigenous, Xitoy demokratchilari bilan birlashish qatorliq shuarlar. Düşmanni ichimizdan izlamayli degan bu narkoz to'g'risi Sharq Turkiston xalqini hushsizlantirib, ikki jumriyatni vayron qildi. Milyonlagan batur Uyg'ur qiz o'g'illarni mast qilib qo'ydi. Beshini tinidan ayirib, qonlarini daryo kabi oqqizdi. Bugungi kunlarda nurg'un siyosiy sahnlarda o'rin olgan Uyg'ur faoliyatchilar dushmanni ichimizdan izlamayli degan lozungani egiz ko'tarib, bu so'zni ta'kidlab, bilib yoki bilmay, bevosita yo vositalik xalqni qaymoqtirib va Uyg'urlarning mag'lubiyat tarixining takrorlanishiga sababchi bo'lyapti. Misolan, Dünya Uyg'ur qurultiyi xalqaro sahnalarda Xitoyni tajovuzchi dushman deb atab boqmadi. Milodiyadan burun 106dan 43-yilgacha yashagan Rimlik yozuvchi, faylasuf va advokat Marcus Aurelius shundoq degan: bir davlat va millat o'zining ahmaq, dudkalva, saxtipas, hatto qora niyatlik odamlarning buzg'unchilikdan saqlanib qola oladi. Lekin ichidan chiqqan xoinlikdan saqlanolmaydi. Shaharga qistab kelgan dushman ancha qo'rqinchli emas. Chunki u bayroqni egiz ko'tarib hammaga ayon turdi. Lekin shahar ichidagi oramizda erkin minib yurgan xoin qo'rqinchli. Uning quv va tulka kabi ilib borgan pichirlashlari barliq tor ko'chalarda tarqalib, hatto hukumat zallardimi anglanib turadi. Chunki xoinda ko'rinmaydi. U ziyonkashlik qilmoqchi bo'lgan odamlarning yerlik shivisi bilan ularga parang qiladi. Ularning chiroyiga qarab o'zini niqoblaydi. Ularning ko'z qarashlari bilan o'rtoqlashadi. U barliq insonlarning yuragining cho'nqur qatlamlariga besilib qolgan pastkashlik va razillikka qiziqadi. Yiqimlik qiladi va tatlab chiqadi. U bir millat va davlatning ruh va vijdonini chiriklatadi. U tun kechida maxfiy usul bilan ish qilib, bir shaharni ko'tirib turgan turkning ulini ko'laydi. U siyosiy tuzumni bulg'ash orqali bu tuzumning qarishliq ko'rsatish mahoratini va salohiyatini yo'qotib tashlaydi. Qotilmi xoinda qo'rqinchli emas. Mana bu yuqorqi o'qiganim Markusning so'zi. Markusning bu 2000 yil burun qilgan bu so'zi hozirmi ahamiyati bor. Uyg'ur tarixi Markusning bu hikmatlik so'zining guvochisi, tasdiqlovchisi, misoli, qurboni, varislik qilguvchisi va hamoqatchilari. Uyg'urlar, men aqlim hayron qoldim shu tarixni o'qib kelsam, Uyg'urlarga zot nim bo'ldi. Qaysi avliyo Uyg'urlardan g'azablanib qog'vatdi va Uyg'urlarni qog'vatdi. Mustaqillik uchun kurash qilgan qaysi millat Uyg'urlarda shunchalik tashnoliq, taqatsizlik, rozilik va aktivlik bilan mustaqil harakatni o'z taqdiri o'zi belgilash, siyosiy avtonomiya, kishilik huquq,
Uyg'ur diyori Xitoy tajovuzchilariga emas, balki Jungo Kompartiyaga qarshi turish, Uyg'urlar indigenes qatorliq yolg'onchilik, xato tushuncha, benormallik va fantaziyaga taslim qildirdi. Nima uchun ajdodlarimiz va bugungi kundami xalqimiz siyosiy yetakchilarning mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga burmilishidan shunchalik faxrlandi, shodxuram va rozi bo'ladi. Tog'dak to'langan Uyg'ur jasadlari va daryo kabi oqqan Uyg'ur qonlari ba'zilarining innididan pul ilib xajlaydigan dasmisiga aylanib ketdi. Ve Uygurlarning xarakteri ve fazilati shunchalik ojiz, suyuq, qo'rqinchoq, tushkun ve ishonchsiz bo'lib, mustaqillikning oldiga nima kelsa, shuningga tegishadigan yoki sotadigan bo'lib ketdimi? Mustaqillikni zulmga qarshi harakatga aylantirib, qayta uchirgan mag'lubiyatlar, kesilgan boshlar, to'kilgan qonlar, dövləngan sumaklar, depsende kılıngan kızlar bularının yadidan çıkıp ketdimi? Özünün tarixidagi savaqlarını eslaydigan ve onundan ügündigan iqtidarını tamamen yo'qotdimi? Mustaqillikqa erişidigan salohiyatining, irodasining ve iqtidorining yo'qligini qayta jakarlashi Uyg'urlarning yana bir takrorlanayotgan tarix. 100 yıl bo'ldi. Xitoy to'xtamay Uyg'urlarning erkinligini, mol mulkini, oltin pullarini, erkaklarning erkakligini, ayollarning nipa numusini, hatto hayotini to'xtamay musodara qilib keldi. Milyonlab Uyg'urlar Xitoyning rayimsiz qiynash va qonliq qirg'inchiligida erkinligidan mangu ayrildi. Lekin bu gunohni Xitoyga ortish to'g'rimi? Bu yerde kim baş cinayetçi? Xitoy mu? Uyg'urlarning ochko'z, nadan, edepsiz, shaxsiyatchi, yurtbozlik, ittifoqsizlik, sukut turish, ahmaq, dud, qashan qatorliq fazilatlari Xitoyning Uyg'urlarga qarta tuzgan har qanday planining, suiqasdini ve yili mikrning mukammal ve to'solg'usiz icra qilishga shart sharoit yaratib berdi ve dağdam yo'l ichib berdi. Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikning bosh jinoyatchisi Xitoy emas, balki sukut yotgan ve mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga aylantirgan Uyg'urlar. Xitoyni tajovuzchi dushman deb aniqlama bermaslik ve jakarlamaslik Uyg'urlarda dushman degan hukmga bo'lgan aniq ong, cho'nqur tushuncha, pishib yetishgan ideya, aniq ayrılgan chegara sezg'i ve qaynab toshgan g'azab yetishib chiqmayapti. Dushmanga bo'lgan g'azab qaynab toshmagan millat hech qachon dushmanni yengadigan aql ve iroda tarbiyalanib ve shakllanib chiqmaydi. Düşmanga bo'lgan g'azab Uyg'urlarning qalbida tiklanmasligi va yetakchilarning bunda g'azabni yumshitib tunjuq turishi Uyg'urlarning takrorlanayotgan tarixining yana bir hikoyasi. Bo'libmi hozirgi zamon kelganda o'z taqdirini o'zi belgilash Uyg'urlar indigenes deganlar mana mushuning misoli. Kimler bizning düşmanımız? Kimler bizning do'stimiz? Bu Sharq Turkiston mustaqil harakatidagi birinchi masala ekanligini hammamiz hech bo'lmaganda nazariy jihatda bilganda qilamiz. Uyg'urlar Sharq Turkiston mustaqil harakatida zodi kimni va nimani dushman deymiz? Bizning dushmanimiz zodi qandoq mazmunlarni ichiga oladi? Boshqa davlat va millatlardek Uyg'urlarning düşmanı var. Bu düşmanlar uçuk aşkara oldimizda turdiken yoki niqoblanib aramizga kirib oldikan. Ko'ksimizga o'tkir xanjarni uralaydikan yoki hasal yalatgan zaharni og'zimizga salalaydikan. Tillab yuzimizga tüküralaydikan yoki shirin so'zlar bilan ko'nglimizni yasalaydikan.
Bu düşmanlar başka milletten kildiken yoki o'zimizning yinidagi yinidan yetishib chiqadigan. Düşman degan xat qarasanglar bu 7 harfdan tarkib topgan. Men bu xatga qarab uzun tikilib o'tirib ketdim. Düşman degan so'z qachon paydo bo'lgan va qanday mazmunlarni ichiga oladi, bu to'g'riliq Uyg'urcha manbani topolmadim. Tarixchilar bizga deb bersin. İngilizce'de düşmanni enemy deb ataydı. Bu enemy degan so'z 9 asrda Latin tilidagi enemy degan so'zdan yasab chiqqan ekan. Abri enemy, mabri enemy. Latin tilidagi enemy degan eski yomon niyatlik, zaharxanda, o'sal, rozil, qabih, buzuq degan ma'nolarni bildirdi. Hozirgi zamonga kelganda inglizchada enemy degan so'z bir odamning hissiyotini tasvirlaganda, bir odamning hissiyotini tasvirlaganda ochiq g'azab, o'chmanlik, adovat, zerikishlik, hasadxo'rlik, vahima, qo'rqish, ishonmaslik degan ma'nolarni ishlatdi. Siyosiy hukm sahnasida ishlatganda adovat, nafrat, o'ch ko'rmak, zo'rlik, jang, urush degan ma'nolar bilan tushuncha berildi. Harbiy ishlar ma'noda aytganda, mana diqqat qilinglar. Harbiy ishlar ma'noda aytganda qarshi tarafning harbiy kuchi va bu kuch mansub bo'lgan davlatning fuqarolarini bayon qiladi. İngilizce tildagi eng nupusliq hisoblanadigan Cambridge lug'at, İngilizce net 100 xil lug'at bor. Buning ichidagi İngilizce Cambridge Londondagi Angliyadagi donliq maktab bu. Cambridge lug'atda dushmanga mundaq aniqlama bergan. Dushman degan sening davlating bilan urush qilayotgan davlatlar yoki harbiy kuchlar yoki sening davlating bilan urush qilayotgan davlatlarning fuqarolari. Dünyadagi eng donliq lug'atninki İngiliz lug'atini bergini men mushu so'zni bir o'qib beray. Cambridge lug'at. Dushman degan sening davlating bilan urush qilayotgan davlatlar yoki harbiy kuchlar yoki sening davlating bilan urush qilayotgan davlatlarning fuqarolari. O'xshamagan davrlarda orqa ko'rinish, tüp sabab va sharoitiga qarab dushmanga har xil aniqlamalarni berib kelgan bo'lsa-mu, Cambridge lug'atining bergan yuqorgi aniqlamasi o'zining jingliqini saqlab keldi. Bu eng huquqli aniqlama aşağıdaki dushmanga bergan. Bir hukumat gay vaqtlarda bir shaxsini yoki bir guruh odamni jamoat dushmani qilib ko'rsatmoqchi bo'lganda ularni jamoat dushmani deb ko'rsatdi. Masalan, Xitoylar Uyg'urlarni hammasi doim hujjatlar chiqibdi, jamoat dushmani deb tashviq qildi. Dushman degan so'z g'oyi vaqtlarda odamnilar emas, bir millat va davlatni vayron qilib yetadigan psixologiya, ideologiya va ideviy hukmni tasvirlaydi. Men Uyg'ur tarixining orqa ko'rinish, tüp sebep ve şaraitini ko'zda tutib, Uyg'urlarning dushmanini bir necha turga ayirib baktım. Birinchi, ochiq oshkora dushman. Yuqoridagi Cambridge lug'atining aniqlamasi bo'yicha Sharqiy Turkiston bilan urush qilayotgan Xitoy davlatining harbiy, soqchi qatorliq davlat apparatchilar emas. Fuqarolarimi bir butun gavdadan aytganda Sharqiy Turkiston xalqining dushmani bo'ladi. Chunki Xitoy millati Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgan Xitoy davlatining o'skuna va apparatlarini harakatlantirgan vinta, tishliq choq va neftlari. Masalan, 2. Dünya urushida German hujumiga uchragan Amerika, Yevropa va Ruslar bütün Germanliklarni dushman deb qaragan va bombardman qilib millionlab German fuqarolarini o'ldirgan. Amerika ve Xitoy bütün Yaponliklarni dushman deb e'tirof qilgan. Faqat urush oyoqlashgandan keyin urush jinoyatchilari bilan fuqarolarni ayirgan. Bu ayirish urushdan keyin bo'ldi. Bu misollarning yetakchi ideyasini ko'zda tutsak, Sharqiy Turkiston bilan urush qilayotgan Xitoy millatini
bir bütün gavdadan aytganda dushman deb qabul qilmasak, Sharqi Turkiston davlatiga qilgan xoinlik bo'ladi. Xitoyni tajovuzchi demaslik Sharqi Turkiston xalqiga qilgan sotqinlik jinoyat bo'ladi. Bundaq ochiq oshkora dushmanni dushman deb qabul qilganda, bu dushmanga taqobil turish qiyin emas. Misoli, 2. Cumhuriyetning dastlabki davrlarida Sharqi Turkiston xalqi Xitoyni dushman millat deb e'tirof qiladi. Shuning uchun G'ulja xalqi ozgina qurol bilan Harambog' va Oydirumdagi muntizam Xitoy armiyasini vayron qilgan. Shixu urushda 8 ming milliy armiya 30 ming eng yaxshi qurollangan Xitoy armiyasini bitchit qilgan. Keyin Ahmadjon Qosim boshchiligidagi 2. Cumhuriyetning rahbarlari bu Xitoyga qarshi mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga aylantirish bilan 11 bitimni o'ydirib chiqdi. Shuni shubhasizki 2. Cumhuriyet mag'lub bo'ladi, vayron bo'ladi. Faqat Xitoyni Sharq Turkistonda haydab chiqargandan keyin andin barobarlikda o'zaro manfaat yetkazadigan do'stona munosabat qura olamiz. Cho'qim Sharq Turkistonda Xitoylar chiqib mustaqil bo'lgandan keyin Uyg'urlarning yana birinchi bo'lib eng tez munosabat qurgan davlati yana Xitoylar. Chunki Xitoy bo'lmasa, butun bizningki hech qanday dengiz bo'yiga Xitoy orqali bormasak borolmaymiz. İkinci, ichki dushman. Uyg'ur tilida ichki dushmanni odatda sotqin, xoin va osi degan 3 so'z bilan ifodalaymiz. Bu 3 so'zning yenik ig'ir darajasiga men aniqlama men bu 3 so'zni qaysi ig'irroq, qaysi yenikroq darajasiga men aniqlama bermay. Shuning uchun bu 3 so'zni men almashtirib ishlataveraman. Tushundinglar? Bir sotqin, xoin va osi. Bu ikkisining qaysi eng yomoni, qaysi darajasida bir ikki deb qilsa, qandoq men buningga men bir necha Uyg'ur tilshunoslardan so'rab baqsammi, ular menga aniqlik berolmadi. Biz bu yerda faqat millat va davlat doirasida sotqin degan hukm ustida to'xtaymiz. Her davlatlarning qonunda sotqinga bergan aniqlamada so'zlarni ishlatishda va jumlalarni tuzishda xeyli farqlanadi. Lekin hammasi mundaq mazmunni ichiga oladi. Sotqin degan hukumatga sadoqatmanlik qasamni ichib, andin bu qasamga osiylik qilib, hukumatga qarshi urush qilganlar. Yoki hukumatning dushmaniga yordam qilganlar, yoki ko'ngil bilganlar. O'ylamasdan va maqsadsiz dushmanga yordam qilib qolsa, sotqin jinoyatiga kirmaydi. Sharqi Turkistonni Xitoy tajovuz qilib, ishg'ol qilib olgan. Shuning uchun Sharqi Turkiston bilan Xitoy bu ikki davlat hozirmi urush holatda. Bundaq urush holatda tuvandagi kategoriyaga kirgan Uyg'ur sotqin chembirining ichiga tushidi deb qarasak, to'g'ri bo'lamdikin deb o'ylayman. Men deb baqaysizlar, men xato debman. Sotqin kategoriyasi kirgan Uyg'urlar. Qo'lga ilingandan keyin boshqa Uyg'urlarni sotganlar. Oilasi tutqun qilgandan keyin yoki oilasi xavfga uchirgandan keyin Xitoyga setilib, Uyg'ur uchun Xitoy uchun xizmat qilib, Uyg'urlarga ziyonkashlik yetkazganlar. Pulga yoki nom shuhrat uchun Xitoyga setilib, Uyg'urlarga ziyonkashlik yetkazganlar. O'zligidan Xitoyga setilib va Xitoy uchun xizmat qilib, Uyg'urlarga ziyonkashlik yetkazganlar. Sharqi Turkistonni Xitoyning bir qismi deb qabul qilganlar. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram qatorliq vositalardan foydalanib, Sharqi Turkiston Xitoyning bir qismi degan ongni har xil shaklda tashviq qilganlar. Chet el garajdan salohiyatiga erishib bo'lgandan keyin yana medialarda Sharqi Turkistonning ismini Xinjiang deb ataganlar. Sharqi Turkistondagi oilasiga va o'ziga darhol keladigan xatarlik bo'lmasmi, qo'shimcha bexatarlikni izlanib, Xitoy konsulxonasining faoliyatlariga qatnashganlar. Menimcha bular Uyg'urlarning ichidagi sotqinlardir.
Bundaq satqınlarning Uyg'urga akililgan ziyonkashligi haddi hisobsiz va qo'rqinchli. Bular nazir chiroqlarda, to'y to'kinlarda, mashrablarda, dala ziyofatlarda, kofe choyxonalarda, WhatsApp gruppalarda, yig'in va yig'ilishlarda biz bilan birga. Bular bizga o'xshash millat. O'xshash so'z qiladi, soz chaldi, naqsha aytadi, chaqchaq qiladi, hatto bizning vakilimiz bo'lib har xil yig'inlarga qatnashadi. Bular bizning sirimizni va ojiz yerlarimizni yaxshi biladi. Bizni parchalalaydi. Bizni sharq davosidan yiroqlashtiroladi. Bizning ruhimizni tushkun qilalaydi. Bizning ideyarimizda qalaymaqan va gumonlanish paydo qilalaydi. Bundaq bir Uyg'ur satqin Sharqi Turkiston mustaqil harakatiga 100 ming Xitoydan cho'ng ziyon yetkazadi. Mushularning mustaqil harakatiga, mushularning Xitoyga yetkazgan kuchurlarda vatan ichida qancha 100 minglagan Uyg'urlar bola chaqadan ayrilib, xayni vayron bo'lib, turmlarda ketib ketdi. Bir misolni ko'rsatib beray. Bir necha yil burun, virusdan burun. Biz Los Angelesda Uyg'urlar xeylicha u kun bir 100 dek odam chiqdi-ku deyman, Hollywoodda namoyish qildi. Zodi namoyishiga chiqib boqmagan bir bola botdi. U bola u kun namoyishga chiqdi, hammamiz qo'shildik-da. O uyga beribla, undan keyin o'sha bizning Los Angelesda namoyishga chiqqaniga tavba qilib, yig'lab, shu xat yozib, undan keyin aralashmaydigan bo'ldi. Chunki u ashyadan biz ashada namoyishga berib uyga kelib bo'lguncha, uning namoyishga chiqqanini Sharq Turkistondagi soqchiga bir yetkazdi. Va araliqni ko'rdingizmi? Mush yerim soat uyga kelib bo'lguncha namoyishni yetkazdi. Va satqin deganning yomonligini ko'rdingizmi? Bir amda qatnashgan bir odamni shundan keyin qatnashmas qildi. Mushularning Xitoyga yetkazgan uchurlarda vatan ichida qancha 100 minglagan Uyg'urlar bola chaqadan ayrilib, xona vayron bo'lib, turmlarda kesib o'lib ketdi. Qanchalik qizlarimiz Xitoy erlarining ostida navbatlashib ilib borgan bosqinchiligida to'zib ketdi. Mushularning buzg'unchiligida qanchalik tashkilotlar parchalanib va Uyg'urlar o'zaro jidal mojaroga ketib ketdi. Mushularning oldishi va qo'rqishi bilan qanchalik Uyg'urlar Sharq Turkiston davosidan voz kechib sukut turishni tanladi. Siz vatanni suymasangiz, xalq diqqatini qo'zg'amaysiz. Men vatan suymay, jim o'zimning qilavermasa, xatni suymaysiz. Siz vatanni sotsangiz, xalqning nafratiga uchraysiz. Tarix shuningdan bizga dars berdiki, tashqi dushmanni vayron qilish qiyin emas. Lekin ichimizdan chiqqan dushmanni mag'lub qilish mumkin emas. Ichidan chiqqan dushmanni izlab, tepib va tozalolmagan millat mustaqil harakatni oxirga chiqolmaydi. Bu to'g'riliq nurg'un mashhur insonlar, hikmatli so'zlarni qoldirib ketdi. Angliyaning bosh ministri Winston Churchill, Ikkinchi dunyoda Angliya xalqini yetaklab Hitlerni yengan. Winston Churchill shundoq degan: "Ichingda dushman bo'lmasa, tashqi dushman sana ziyonkashlik qila olmaydi." Angliyaning bosh ministri Margaret Thatcher xonimni hammamiz bilamiz. Margaret Thatcher xonim shundoq degan: shundoq degan: "İçimizdeki düşmanga hushyorligimizni o'stirishimiz kerak. Chunki ichimizdagi dushman bilan ilishish qiyin va xatarli." Yaponlik yozuvchi Eiji Yoshikawa shundoq yozgan: "Tashqi dushmanni vayron qilish qiyin emas, lekin ichki dushmanni tarmar qilish mumkin emas." Hitler shundoq degan: "Tuyuqsiz terrorlik, buzg'unchilik, qasdlab o'ldirish orqali dushmanning ichidan zarba berib, irosini yo'qotish kerak. Kelgusidagi urush mushundoq bo'ladi." Afrikaliklarda mundaq bir tamsili bor ekan. Ichingda dushman bo'lmasa, tashqi dushman sana hech qanday ziyonkashlik qila olmaydi. Uyg'urlarning tamsili bor, to'g'rimi? Dushmaning otgan o'q yondan o'tadi,
Dostum atkan ok candan ötüdü. Üçüncü xil düşman, ideologiyalik düşman. Bu xil düşman Şarkı Türkistan xalqining mustaqil ideologiyasining shakllanishga yo'l qo'ymaydi. Şarkı Türkistanni Xitoyning bir qismi qilib bog'lab qo'yib, mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga aylantirish va bu xil ideologiyaning tipik misoli. Bu xil ideologiya düşman, bu xil ideologiyalik düşman Şarkı Türkistan xalqining birinchi va eng xatarli düşmani. Bu xil aksiyatchi ideologiya mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga burmlash orqali xalqni qoymoqtirdi, xalqni xato to'g'rini farqlantirolmaydigan qilib qo'ydi. Xalqqa qorni oqni qilib ko'rsatdi. Xalqning mustaqil davlat qurmiz degan ideologiyasining shakllanishi imkoniyatini vayron qildi. Bu xil ideologiya qaramoqqa Xitoyga qarshi kurash qilayotganda qiladi. Amaliyotda mustaqillikning o'q yetidigan palta urdi. Xuddi Xo'janyozda Ahmadjon Qosim xalqni ozod qilamiz deb so'zlaydi. Lekin nimadan va kimdan ozod qildiganligini demaydi. To'g'rimi Ahmadjon Qosimning so'zlarini Xo'janyoz ozroq Ahmadjon Qosim shunday so'zlagan xalqni ozod qilamiz deydi. Nimadan ozod qildiganligini demaydi. Ozod degan so'zga aniqlama bermaydi. Mücmellashtirdi va maska taqab mazmunni yushirdi. Bu Ahmadjon Qosimning butunlay qilgan ishi shu. Ozod bo'lgandan keyin nimani qildiganligini demaydi. O'z taqdirini o'zi belgilash, kishilik huquq, avtonomiya, siyosiy avtonomiya, Xitoy tajovuzchiga emas, balki Jungo Kompartiyaga qarshi turish, Uyg'urlar indigenes qatorliq ideologiyalar Uyg'urlarning mustaqil ideologiyasiga qilgan sotqin ideologiyalar. Gaylandalik Uyg'ur diyori deydigan, endi uning qanday baho beramiz, uqmaymiz. Gaylaylik endi bular Şinjan deyishdan ko'ngli qolmaydi, mustaqil deyishdan qo'rqidi. Shuning uchun o'ttirda bir ikki taraf ko'yib ketmasin deb Uyg'ur diyori degan bir gapni ko'tarib chiqqan gapda. Endi bularning masalan Şinjan deyishga ko'ngli bormaydi, nafratlanadi. Sharq Turkiston, Uyg'uriston deyishdan qo'rqidi. Shunday qilib Uyg'ur diyori degan ashunda bir chiqib qo'ygan bir öküzge aylanıp ketken adamlardı. Bu satqınlık türlerindeki en xatarligi ve korkunuşu. Çünkü bu xil ideologiya, ben dedim Xitoyni tajovuz demesler, Xitoy tajovuzchi emas, balki Jungo Kompartiyaga qarshi turish, Uyg'urlar indigenes qatorliq ideologiyalar, Uyg'urlarning mustaqil ideologiyasiga qilgan satqin ideologiyalar. Bu satqinlik türlerindeki en xatarligi ve qo'rqinchligi. Çünkü bu xil ideologiyalik satqinlik Uyg'urlarning irodasini ve nishonni kesib tashlaydi. Şarq Turkiston azaldan tortib Xitoyning bir qismi degan Xitoyning bayonotini dunyo sahnasida tasdiqlaydi, jazmanlashtirdi, umumlashtirdi va o'chirgini bo'lmaydigan tumir tamg'ini besib qo'ydi. İdeologiyalik mustaqilligi aniq va birlik bo'lmagan millatning har qanday dog'dug'lik mustaqil harakati cho'qim bulg'unidi, setiladi va mag'lub bo'ldi. Oldingi 100 yilda Uyg'urlar ilib borgan qo'zg'olonning mustaqil ideologiyaga sotqinlik ideologiya yetakchilik qilib kelyapti. Oldingi 100 yilda Uyg'urlarning ilib borgan qo'zg'olonlarda mustaqil ideologiyaga sotqinlik ideologiya yetakchilik qilib kelayotgan tragediya Uyg'urlarning takrorlanayotgan tarixining yana bir tarixvozlik va tarix an'anchilik. Bu xil rost bilan yolg'on, vatanparvarlik bilan sotqinlik, do'sti bilan dushman, din bilan xurofat qatorliq orlashib ketgan yaqin zamon Uyg'ur tarixi Uyg'urlarni gangirtib qo'ydi, to'g'ri xatoni farqlantirolmaydigan qilib qo'ydi. Uyg'urlarning tortayotgan qiyinchilik va muhtojlik, mushkul va jafoliq, to'sqinlik va xavf xatarlik, rayimsiz va qonga bo'yalgan tarixini Şah Meşrep şundak yilib ketdi ekan.
Rəsm üçgəklinə Uyğurlar aldığımız çətkini, Uyğurların tarixini Şah Məşrəf Əşəd Tosu Şah Məşrəfin kitabından ilinğan. Bu Şah Məşrəfin kitabından 79-cu betidən ilinğan. Bu şiirini mən oxuğum kep qaldı bir yerdə. Şah Məşrəfin şiiri. Yəni Şah Məşrəfin şiirini mən özüm bək yaxşı görmə. Bu Uyğurların içindən çıxan Shakespeare. Bunun nurgun şiirləri hətta Navoiyning şiirlərindən mü kuşluq. Şah Məşrəf Mening axu fihanımğa uşul pəyki səba yığılar. Təəssüb eyləban bağrı küyüb şavu gəda yığılar. Yüreğim parasını tanla açsam, xalqqa körsətsəm, safaat eyləməsdən ilgəri ul Mustafa yığılar. Musibət dəstanıdın əgər dəftər açar bulsam, Abu Bəkri Ömər, Osman, Əli ul Murtaza yığılar. Bu dünyadağurbətin hiç farıq bulmadı künlüm və bayanlarda ah ursam Hüseyin Gərbala yığılar. Aşındaq tacı təxtini qoyub Ənvai Nurani Süleyman halıtimgə asab İbni Bərxiyal yığılar. Aşu nazuk ədənin həcirgə kim mubdulla bulsa səhərlər nalə eyləb ürtənib matəm səra yığılar. Yüreğim dərdini açıb birovga körsətib bulmaz, məni bəxit qaranın halığa mən bəxti qara yığılar. Sinemni çan itib gurdun kötərsəm xəstə başımni, küyərlər muhminu kafir həmmə və həsrətdə yığılar. Bu şiirin 300 yıl burunğa şiirinin o vaxtdaki Uyğur tilida yazğan, gayet düşənmək biraz tərs. Mən bu şiirini Xitay Millətlər Mərkəzi İnstitutunun professori Abdurup Pulat əfəndimgə hazır zaman Uyğur tiliga tərcüm qıldırdım. Mən sizin əvət berişki ülgənmək qaldım o şiirini. Bu adam nait muyum? Bu adam şu Xitay Milletler Menzuri Merkezi İnstitutu Uygur Xitaycı Dünya Minzu Şüyen de koymuş bu. Şu Şüyen'de 50 kişi profesör bu adam. Bu Doktor Kahar Baratlar'ın ustazı. Hazır zaman Uygur tili logiti deyseniz oldu. Bu tilini bütün bu adam mankıpedi ben tercüm kıldı sizge ev çıkındığımda ben okup yere. Menin ahu Pixanlarımni anılğan səhər quşları yığılaydı. Hey isit de bağrı köygen padişahımı, qadayımı yığılaydı. Yürgüm parçasını tanla mahsər günü içib xalqqa körsətsəm, şabaət eyləş aldı da Mustafa, Peyğəmbər deydi, Mustafa'mı yığılab gidiyordu. Musibətlərim dəstanını toplab kitap tutsam, bunu okuyan Abu Bekri, Ömer, Osman ve Ali'lerimi yığılab gidiyordu. Menin köngülüm bu dünyada gurbet, g'iribchilikdan hiç aman tapalmadı. Bayavanlarda ah ursam, Kerbala İmam Hüseyin'imi yığılab gidiyordu. Menin berbat halatimga qarab, Süleyman'dak tac ve taxti bar Asab İbi Burha'mı yığılab gidiyordu. Aşındak nazik Uygur hicran balasına kim mubdulla bulsa, bu halga seherler nale peryat kılıp öpgüdek yığılab gidiyordu. Yürükümdeki dertini içip bir kimge körsetkini bulmaydı. Bəxti qara adamның halıga yana bəxti qara adam yığılaydı. Köksümni yerip dertlik dişimni gordun çıkarsam, dertlik dişimni gordun çıkargudek bulsam, menin halimni körgen muhmin mu, kafir mu hemmeyle bek içinişlikken dep yığılap gidiyordu. Ben bu şiirini 300 yıl burun yiltken. Bunu Şah Məşrəf şiirlerinden 79. ildim. Bu Şah Məşrəfni 1711 yılı Uygur hakimi Mahmud Han tarafından darga ilk öldürdü. Hazırlıkçı
bizni asos qiladi Şamil Sharifning she'ri. Endi biz 11 bitim keldi. Men 11 bitimning 9-masini o'qigandan keyin qilgan xiyollarimni yuqorida so'zlab o'tdim. Endi biz 11 bitim kelayli. Men paylanayotgan kitoblar men doim sizlarga so'zlayapman. Shuni yana bir misha so'zlaklar rasm to'tga kelmay. Ya rasm to't. Bu Maynur xonimning Ahmadjanni aslayman. Sayfiddin Azizning Umri dastoni, Nabijan Tursunning Uyg'ur umumiy tarixi 8-tomi. Tuanga aytishingga yana eng jatdiki musulmonlarning Xitoyning hukmronligiga qilgan jang e'lon qilishi 1944dan 1940. Buni ili rebellion deydi, Linda Barson. Bu endi inglizcha yozilgan Sharqda 2-Jumriyatni yozadi. Shu yozilgan eng huquqdorlik, eng kuchli inglizcha kitap deb qabul qiladi buni. Eng tuanda bu kitobni o'qib chiqdim. Uningdagi Xitoylarning yozgani Junhua Mingo Zhuantishi degan Junhua Mingo Kuomintang hukumatidagi Junhua Mingo degan hozirgi Junhua Mingo Bronx Kuomintang hukumatida Junhua Mingo. Shuni 13-tomi Chegara va asonlik millat degan. Shu tomida Sharq Turkiston shundoq yozdi. Eng oxiri Zhang Zhuzhong 2-Jumriyatni 900 askar bilan 40 ming askarni vayron qilgan Zhang Zhuzhongning aslimisi. Uningdagi qizining ya tuanga chunga rasm oltiga tuanga. Rasm olti o'ng tarafdagi buni shu Xinjiang hukumati. Xitoylar shu ishlagan Xinjiang Ushulay inqilobga cho'ng ishlar degan kitob. Bundan o'qish keldi. O'ndagi Machatdagi 11 bitimning asli nusxasi Nabijan Tursunning kitobi mushni asos qilgan. Uningdagi rasmiyatga kelinglar. Va rasmiyatda o'qigan kitobim rasmiyatda Xinjiangdagi 70 yil Buranchapqun. Jangdanning yozgan kitobi. Uningdagi ilidagi ili inqilobi ma'rifni shu ning ilidagi Ushulay inqilobi to'g'riliq materiallar degan kitob. Buni o'qib chiqdim. Buni shu vaqtda yozganki, endi yana oxirgi tushdim. Oxirgi yaqinda o'qib chiqqandim. Eng to'rtga Xitoy Wuzhongshin degan Jiang Kaishi vaqtida Jiang Kaishining bosh kotibi bo'lgan. Shu odam shu vaqtdagi Xinjiang rejida Sharqi Turkistonda 40 necha bo'lgan hamma ishni xotirlab yuribdi. Bu odamning Uyg'urlarcha 2-Jumriyat to'g'riliq amaliyot 1-Jumriyat to'g'riliqmi 3 yoqdan keladi material. Biri Ruslar. O Ruslarning ichida qanday bo'lgan Sharq Turkistonda qanday satqa o to'g'riliq Ruslar ishidan. Ikkinchisi inglizcha. Inglizlarni nihoyatda diqqat qilgan. Masalan, o'sha 1-Jumriyatda, 1-Jumriyat vayron bo'lganda, Angliyaning tashqi turish konsulini yozgan doklati bor. U vaqt nima uchun Uyg'urlarni qo'llaymiz deb berib, keyin chekinib olgan shu to'g'riliq doklatni inch yozilgan doklatni o'qib chiqqan. Uningdagi uchinchisi Xitoy. Xitoy ishini nimalar so'zlashdi, nima bo'ldi, boshqa yerda yo'q. Uni Xitoy maqollarini, Xitoy kitoblarini o'qishdi. Bu 3 mening asosiy sababim. Uyg'urlar 2-Jumriyatda shunchalar ziyoli bor, shunchalar odamlar bor, hech kim bir kunli xotira qoldirib qo'ymagan. Hech nima yo'q. Rasmi kunli xotira manda deb qoldirib qo'ymabdi ekan, jumon. Qo'yganlar bo'lsa, menga deb beringlar. Ya Xitoy jo'shtirayotgan bo'lganmi? Uyg'urlarning hozir topadigan eng cho'ngi. Agar uni qoldirib qo'ygansa 62-yillarda shu nimaga to'xtab turinglar. Kofedan bir yutum ichaman. Odam bo'lsa yerib qoldi ekan kofe ichmay. Endi bahoni bulaşgan yaqin asani shuda. Shuda bahonda 62-yili Uyg'urlar 2-Jumriyat nurg'un Sovetga 59da 62-yil zo'r miqdorga g'uljitga odamlar asati qaytib chiqqan. Ashlar aytib ketmamda. Shuning uchun Nabijan Tursunning kitobini o'qisanglarmi, g'oy bir shu Jumriyatga rahbarlar bilan so'zlagan so'zlarni shu tarixga asos qilib so'zlaydi-da. Ana Nabijan Tursunning kitobi to'g'ri ayrim to'xtaymiz. Buda qisqa. Mana endi bu g'oylar biz ashli doim Sayfiddin Aziz, Nabijan Tursun, Maynur Qosimning bitimni hammasi birdan o'qib chiqishga, ashada o'qib olsanglar bo'lmamdi deydi. Tarix degan o'sha xat so'zlarning ostida yoshirildi. Shuning uchun men bu
bitim tadqiq qilgandan keyin men bu 3 kitobni Uyg'urcha bu 3 kitobni men o'ttirga qo'ymay amalim yo'q, bir-biridan o'qib chiqaman. Shu vaqtda shularni ishitgan farqdan tarixdagi haqiqatni izlaymiz biz. Shu tarixdagi tarixning siri, mush xalqlar yozgan xatlarning aşı cümlelərdə, pəslərdə, sözlərinin arqasında yuşurun qalır. Şunun üçün oxuyan. Mən aval Seyfidin Əzizinin 9-cu maddəsi, bugün 11 bitiminin 9-cu maddəsi üstü toxtayımız. Seyfidin Əzizinin Ömür Dəstanı 2-ci tom 174-ci bət. 9-cu. 9 degan 9-cu maddə degan. Şinjan ülkülük hökumətinin tərkibi mərkəz tuluqlaydı. Onun əzalarının sani 25 buludu. Ülkülük hökumətinin 25 əzasının 10'unu mərkəz bivasitə belgiləydi. Dünya komendantıydı. Qalğan 15'ni hər qaysı vilayətlərdəki xalq vəkilləri göstərib mərkəzi təyinləydi. Mərkəz bivasitə belgiləydiğən 10 əza, rəis, baş katib, İçki İşler Nazariyetinin nazırı, Maliye Nazariyetinin nazırı, İctimai İşler Başkarmasının başlığı, Muharip Nazariyetinin muavin nazırı, Kuruluş Nazariyetinin muavin nazırı, Seyye Başkarmasının muavin başlığı ve 2 məxsus əzanı üz içine aldı. Hər qaysı vilayətlərdəki xalq vəkilləri göstərib mərkəz təyinləydiğən 15 əza, 2 muavin rəis, 2 muavin baş katib, Muharip Nazariyetinin nazırı, Kuruluş Nazariyetinin nazırı, Seyye Başkarmasının başlığı, İçki İşler Nazariyetinin muavin nazırı, Maliye Nazaretinin muavin nazırı, İctimai İşler Başkarmasının muavin başlığı ve 5 nefer məxsus əza üz içine aldı. Məxsus əza degan Xitayların şartı Dünya mərkəz əvdədiği adamdaydı. Rəsm 10 rəqləm. Maynur Qasım Ahmet Efendimni əsləymən 1-ci tom 356-cı bət. 9-cu maddə. Şinjan ülkülük hökumətinin tərkibi mərkəz tuluqlaydı. Onun əzalarının sani 25 buludu. Ülkülük hökumətinin 25 əzasının 10'unu mərkəz bivasitə belgiləydi. Seyfidin'inki bivasitə deyən gəp yox. Qalğan 15'ni hər qaysı vilayətlərdəki xalq vəkilləri göstərib mərkəz təyinləydi. Mərkəz bivasitə belgiləydiğən 10 əza, rəis, baş katib, İçki İşler Nazariyetinin nazırı, Maliye Nazariyetinin nazırı, İctimai İşler Başkarmasının başlığı, Muharip Nazariyetinin muavin nazırı, Kuruluş Nazariyetinin muavin nazırı, Seyye Başkarmasının muavin başlığı ve 2 məxsus əza dünyadan əvvəlki üz içine alındı. Hər qaysı vilayətlərdəki xalq vəkilləri göstərib mərkəz təyinləydiğən 15 əza, 2 muavin rəis, ona bir Əhmədcan Qasım bulduğu, 2 muavin baş katib, Muharip Nazaretinin nazırı, Kuruluş Nazaretinin nazırı, Seyye Başkarmasının başlığı, İçki İşler Nazariyetinin muavin nazırı, Maliye Nazariyetinin muavin nazırı, İctimai İşler Başkarmasının muavin başlığı ve 5 nefer məxsus əza üz içine alındı. Rəsm 11 rəqəmə. Nəbican Tursun, Uyghur Umumi Tarix 8-ci tom 617-ci bət. Bu, Uygurlarda qabul qılan 11 bitiminin əsli nusxası deydi. Əsli nusxasının nusxasında yazılған mavi. Şinjan ülkülük hökumətinin tərkibi mərkəzi hökumət tərəfindən 25 əza qədər köpəytildi.
25 hökumət əzası içidən mərkəzi hökumət orun 10 əza təyinləydi. Qalğan 15 hökumət əzası hər bir vilayətdən xalq vəkilləri tərəfindən ko'rsatilib, mərkəz hökumət tərəfindən təsdiq qılındı. Mərkəzi hökumət tərəfindən təyin qılınğan 10 əza işçiyə hökumət rəisi, baş katib, İçki işlar nazarətinin başlığı, maliyyə nazarətinin başlığı, cəmiyyət idarə başlığı, maarif nazarət başlığı muavini, təmirat nazarət başlığı muavini, səyyə nazarət başlığı muavini, ikki hökumət əza kirdi. Hər bir vilayət xalqi vəkilləri tərəfindən ko'rsatilib, skopkaның içindən ko'tarilib, mərkəzi hökumət tərəfindən təsdiqlagan 15 hökumət əzaları işçiyə 2 hökumət rəis muavini, 2 baş katib muavini, İçki işlar nazarətinin muavini, maarif naziri, təmirat işlar naziri, səyyə işlar başlığı, maliyyə nazirinin muavini, cəmiyyət işlar başqarının muavini və 5 hökumət əza kırıldı. Rəsm 12-yə gəlin. Mana mən Xitayçını oxub cüməyimə asasiyatdan oxşaydı məzmunlu cıq. Heç qanday fərq yox. Endi biz bu 11 bitimni cümlə analiz qılaylı. Mən bu cümləni azalqanda yuqorida Nəbican Tursunnikini işlətdim. Çünki Maynur Qasım bilan Səfidin əzəsini nurg'un Uyg'urlarni Xitoylar o'zgartib atgan deydi. Nəbican Tursun ishlatganini uni Uyg'urlar shu asli nusxasi degandan keyin men shu asli nusxasini analiz qilay. Birinchi, Şinjan o'lkalik hukumatining tarkibi markaziy hukumat tarafidan 25 a'zo qadar ko'paytirildi. Mushu nimada anada ilingan cümle. 11 bitimning mavzusida hamda bu 9-maddasida Sharq Turkiston Cumhuriyet degan so'zni ilib tashlab Şinjan o'lkalik hukumat deb ishlatdi. 11 bitimdan Sharqi Turkiston Cumhuriyet degan atalg'ini ilib tashlagan kuni amaliyotda Sharqi Turkiston halak bo'lgan kun. 11 bitimdan Sharqi Turkiston Cumhuriyet degan atalg'ini ilib tashlashi ikkinchi Cumhuriyetni xalq orada qonunsiz qilib tashladi. Sharqi Turkiston xalqining mustaqil harakati zulmga qarshi harakatga aylangan tarixiy burilish nuqtasi. Shu kundan tortib Sharqi Turkiston xalqining mustaqil harakati Xitoydan faqat ozroq xayriy saxovat tilanchilik qilgan Abdal divanning harakatiga aylandi. Shu kundan tortib Sharqi Turkiston xalqining o'zining tuprog'ini Xitoydan qaytarib olish harakati faqat Xitoyga tinini setib ozroq haq talab qilgan fashilik xarakterga aylandi. Ahmadjon Qosim va ikkinchi Cumhuriyetning amaldorlari Urumchida fashilikdan boshqa ish qilmadi. Shu kuni Sharqi Turkiston Cumhuriyetining bo'yniga sirtmoq silib, Xitoylar puti terab turgan sirtmoqlar odamlar puti bir o'rinda qo'yib qo'ydi-ku, ismingiz bordi. Puti terab turgan o'rinni tepatgan. Shuningdan keyingi 4 yil bo'lsa, Sharqi Turkiston Cumhuriyetining faqat jon berish oldidagi tipirlashdan boshqa narsa emas. Xitoychida Zhongyang degan so'zni ishlatgan. Biz Xitoychadagi Zhongyang degan so'zning ma'nosini va kelib chiqish manbasini bir oz tekshirib boqaylik. Bugun kunda Zhongyang degan gap davlat kuchi, Xitoycha Goja Zhengquan deydi. Yoki siyosiy guruhning Xitoycha Zhengzhi 20 degan 20 eng oliy rahbar guruhning eng oliy rahbarlik organini ko'rsatdi. Qadimgi Xitoy tilida Zhongyang degan podshoni ko'rsatdi. Bu dastlabda milodidan ilgari 2080da 2030 yili yashagan Xitoyning eng dongliq siyosati biri Han Feizing yozmasidan chiqdi. Mana Xitoycha megizma shi zai si fang yao zai zhongyang shen ren zhi yao si fang lai xiao si fang wei chengming zhongyang wei zhujun deb bo'lgan. Tarjimasi
odatdagi ishlar har qaysi yo'linish bilan bog'liq bo'lsa-mu, muhim halqiliq ish yanala margazda, Jungyangda. Padişah muhim halqiliq ishni boshqursa, har qaysi yo'linishdagilar padişahga ergishadi. To'rt tarafdagilar xalq margaz Jungi. Margazni padişah deb ataymiz. Shunda Jungyang degan qadim tilda padişah degan gapning ma'nosi bu. Xitoychada Jungyang degan qayoqda Jungyang Jinfu deb anglaysiz. Qayoqda Jungo Jungyang Jinfu deb anglaysiz. Bular margaz, markaziy hukumat, markaziy Jungo hukumati deb atilishlar mohiyatda hech qanday farqi yo'q. Shuning uchun Jungo degan ikki xatni ilib etish hech qanday doktor Nabijan Tursun yozgandek mohiyatdan o'zgarishni keltirib chiqarmaydi. Doktor Nabijannikida budaq suhbatda jumla to'xtaymiz. Aşağılıkta Jungo degan gapni ilib etgan, o degan mohiyatni uzib Sharq Turkiston bilan Xitoyni tang-pong qilib, tangmi-tang mushtaqib ko'rsatgan deydi. O bir hech qanday asos yo'q bir gap. Bu ikki jumlaning mohiyatda farqi bor deb xalqqa sotsaq, Xudi Ahmadjon Qosim yetakchiligidagi rahbarlar va ziyolilar xalqni go'ldigandek, bizmi xalqni go'ldigandek bo'lamiz. Xitoychada Jungyang degan Jungodan boshqa narsani ko'rsatmaydi. Mesela Xitoychada Jungyang yu difang, yana markazda yerlik deb yozganda Jungo so'zini kirgazmasmi, Jungyang degani markaziy Jungo hukumatni ko'rgizdi. Yani Junyangjun ya Difangjun yana markaziy qo'shin va yerlik qo'shin deb yozganda markaziy qo'shin shu markaziy Jungo hukumatining qo'shinini ko'rsatdi. Kimaslik katta. Ikkinchi, men o'qiganim yana shu Nabijan Tursunnikida 11 betimning asli nusxasida o'qiyman. Men ikkinchi 25 hukumat a'zosi ichidan markaziy hukumat 10 a'zo tayinlaydi. Markaziy hukumat tarafidan tayin qilingan 10 a'zo ichida hukumat raisi, bosh kotib, ichki ishlar nazoratining boshlig'i, moliya nazoratining boshlig'i, jamiyat idora boshlig'i, ma'rif nazorat boshlig'i muavini, ta'mirat nazorat boshlig'i muavini, sayya nazorat boshlig'ining muavini ikki hukumat a'zosi ichiga oldi. Bu 11 bitim bo'yicha bizning hukumatning 10 a'zosini Xitoy hukumati belgilab berdi. Xitoy avtidiki. 10 a'zosini. Bizning hukumat 10 a'zosini Xitoy hukumati belgilab bersa, bu yerda mustaqillikning nima alomati izdirigi qoldi? Bu Xitoy belgilagan 10 a'zosini shu vaqtida Xitoy aniqlamoq uchun nima roli bor bir-birlab so'zlab o'tgandi. Birinchi, hukumat raisining roli. Şu vaqtdagi Xitoyning yozgan kitoblarida. Hukumat rais nim qildi desangiz, qonun e'lon qilish. Davlat kotibining bosh ministrini, muavin bosh ministrini, davlat komissarini, har qaysi ministrlarni, har qaysi komitetlarning mudiri, bosh taftishni, bosh kotiblarni tayinlash, qoldirishni o'rindaydi. Davlat orden, medal ve şereflik namlarını berdi. Alayda kechirim buyruq chiqirdi. Ciddi holatga kirganlikni jakarlash urush holatini e'lon qildi. Safarbarlik buyruqi chiqirdi. Davlat ishlari faoliyati ilib bordi. Chet el elchilarini qabul qildi. Chet elda turishliq to'liq huquqli vakillarni avitidi va qaytirib keldi. Chet ellar bilan tuzilgan shartnoma va muhim kelishimlarni tasdiqlaydi va bekor qiladi. Buni Xitoylar qildi bizning jumriyatda. Zhang Zhuzhong rais bo'ladi. Bu ishlar hammasi Xitoy qildi. Endi muavin rais, bu bitimning 9-moddasi bo'yicha Sharqi Turkiston raisi Xitoy markaziy hukumat belgilaydi ekan. Kumandanlıqda arang şu 900 asker qaptı ekan. Men bu oldingi so'zlagandim, keyin Xitoyning Zhang Zhuzhongning qo'lida arang 900 asker qapti, 960 asker qaptı ekan. Bu aslini qo'ysin. Shu vaqtida 40 ming armiya ash monastiriyada. Bo'pti 39 ming asker armiya monastiriyasi turgan bo'lsa, 1000 asker avatganmiz ilvitetdi. Xitoylarning mana Washingtonning ma kitobidimi ko'rimiz? Şu vaqtki o'qigan tushirmir. Xitoylar shu Jungyangga agar biz qarshi tursak, bizning bala mushuklarimizni qirib yutadi desa, agar milliy armiya monastiriyasida o'ssa, qarshi turmaslik uchun buyruq tushiribdi.
Ming armiyani. Endi Xitoylar ichgan şu vaqt Urumchining ichida 200 jiq Uyg'urlar qo'zg'olon qilishga ishchidan ovoz berishga tayyor bo'ldi. Yani bu dikini o'qiymiz bularni. Bu bitimning moddasi bo'yicha Sharq Turkiston raisi Xitoy markaziy hukumat belgilaydi. Qo'mondonligida arang 960 askar. Bu sonni men chiqimda Xitoy kitobidan bajmo men kinchlarga chiqmishaga yiz budaq nimada qo'yib qo'yma o'ttiringlarga. 960 askar bor Zhang Zhuzhong birlashma hukumatning raisi bo'ladi. Raisi bo'ladi. 40 ming muntizam askar bor Ahmadjon Qosim muavin rais bo'ladi. Endi bu muavin raisning shu vaqtlardagi roli nima ekan? Bunu o'qib beray. Shu vaqtlarda Xitoylarning amaliyot vaqtida Xitoylar emas, har qanday davlat siyosiy gapda, hatto har qanday korxonalarda muavin raisning roli mundaq yoziladi. Raisga tavranmas sadoqat va itoat bo'lishi kerak. Muavin raisning maydoni har qanday vaqt va sharoitda raisning rozi bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Rais muavin raisni har qanday vaqtda amaldan qoldira oladi. Ahmadjon Qosimning bizga bergan eng oliy mushni ko'tarib kelgan innovani mana mushu. Ikki muavin rais bo'ldi, yana bir Xitoy. Ikkinchi Xitoy ta'minlan 10 odamning yana birisi bosh kotib. Bu bosh kotibning shu vaqtdagi nima roli bor ekan? Davlat ishlarining yordamchi amaldori. Davlat raisining buyrug'ini ustiga ilib, ma'muriy kasblarni boshqaradi hamda qarashliq xizmatchilarga qo'mondonlik qilib nazorat qiladi. Boshqatmish. Bu Xitoy bo'ladi. Bu o'rinni Xitoy belgilaydi. Bu deganlik barliq Sharq Turkiston xizmatchilariga Xitoy nazorat qildi ekan va boshqardi ekan. Üçüncü, xalq ishlari nazoratining noziri. Xitoycha Mingjing Tingjang deb bag'olanadi. Urumchilarmi Mingjing Ting bor-ku? U yerda Tingjangni Mingjing Ting deb bor. Buning xalq ishlar nazoratining huquq doirasi bakkan. Men to'g'ri o'qib chiqib ketay. Birinchi, xalq ishlari taraqqiyotining qonun qoida loyihasini, siyosat planini, qarmoqlarning qoidasini va o'lchamini tuzib yo'lga qo'ydi. Ikkinchi, ijtimoiy tashkilotlar, fondi jamiyati, ijtimoiy mulozimat apparatlari qatorliq ijtimoiy tashkilotlarni tizimlash va nazorat qilib boshqarish chorasini tuzib chiqdi. İctimai təşkilatlarını qanun bo'yicha tizimlab, boshqaradi va qonunni ijro qilib nazorat qiladi. Uchinchi, ijtimoiy yordam berish siyosati va o'lchimini tuzib chiqadi. Ijtimoiy yordam berish sistemasini qurilishini bir tutash planlaydi. Shahar yeza aholilarining eng tuvan turmushiga kafolat qiladi. Alayda qiyinchilik borlarni qutqizish, beqish, tilanchilarga yordam berish xizmatlariga mas'ul bo'ladi. Shahar yezlardagi asosiy qatlam ommaning avtonomiya qurilishi va mahalla tuzish siyosatini tuzib chiqadi. Shahar yezlardagi mahalla tuzish sistemasi va tuzish iqtidorini qurilishiga yetakchilik qiladi. Shahar yezlardagi asosiy qatlam hokimiyat qurilishini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risida taklif beradi. Asos qatlamning demokratik siyosiy qurilishini ilgari surishga turtki bo'ladi. Bu deganlik buni Xitoy qilgan, Jumhuriyat Xitoy belgilab bergan, bu o'rin Xitoyda bo'lgan. Bu deganlik xalq ishlar nazoratining noziri Xitoy Sharqi Turkiston xalqining yettin yig'inichi hamma ishni boshqardi. Bu o'rinni Xitoyga berdik. Yana birisi moliya nazoratining boshlig'i Xitoycha Xi Jinping deb bo'lgan. Moliya buning nima rol bor, nima ishlarni qildi shu vaqtdagi Xitoylarning qo'llanmasi bo'yicha. Moliya va boy jihatdagi taraqqiyot strategiyasini, planlarni ve siyasetlerini tuzishga mas'ul bo'ladi. Moliya boj siyosatidan foydalanib,
tengshash va ijtimoiy moliya kuchini universal taqsimlashtirish taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Taqsimot siyosatini tuzishga mas'ul bo'ladi. Jamoat farovonligi ishlarining taraqqiyotiga ilhom beradigan moliya boj siyosatini mukammallashtirishga mas'ul bo'ladi. Buğaltırlıq boshqarish qonun ma'muriy qoida loyihasini tuzish hamda nazorat qilib ijro qilishga mas'ul bo'ldi. Xalqaro suhbat qatnashib, aloqador kelishmalarni imzolaydi. Bu deganlik Sharqiy Turkistondagi barliq iqtisodiy va moliya butunlay kontrol qildi. Aslında demişim maliye başlığı şunu kılıdığı hem devletlerde. Bu orunni Cumhuriyet belgelayken Xitaydan buldu. Yani birisi ichki ishlar nazoratning boshlig'i Xitoycha Lui Wuchudan degan. Xitoy Markaziy hukumat qonun komitetining bu o'rinninki roli qilgan ishi. Xitoy Markaziy hukumat qonun komitetining yetakchiligida Xinjiang miqyosidagi xalq ishlari, nupus qutqizish, jamiyat qatorliq sohalarda xizmatlarga mas'ul bo'ldi. Bu ishlarning hammani qilgan bizga hozirgacha Uyg'urlar qilgan bir ishni topa olamizlar. Undan keyin yana ma'rif nazorat boshlig'ining muavini, ta'minot nazorat boshlig'ining muavini, sayyor nazorat boshlig'ining muavini bu ishi to'g'riliq men to'xtamadim buni bizlar tushunsizlar buni. Undan keyin 5 maxsus 2 maxsus a'zo Xitoycha Juanren Yuan deydi. Bu Juanren degan markaziy hukumatning qonuniga, qaror va buyrug'iga zid kelgan Xinjiang o'lkalik hukumatning qarori, buyrug'i va qoidasini ko'rib chiqib muhokama qiladi. Bu Juanren Yuan degancha Jungyangda avatga odam bo'lganki, bu odamda o'lkalik raisnimi boshlig'ichim bo'ldi. O'lkalik raismi shuningga javob berdi. Mushuninga Ahmadjon Qosim qo'l qo'yib kelgan. 11 bitimninki qarsanglar Ahmadjon Qosimning qo'y imzosini ko'rsizlar. Bunda xoinlik, rasvochilik tarixda oz uchraydi. Qolgan 15 a'zoning asosan hech qanday roli yo'q. Har qaysi viloyatlar muavin Xitoycha fularni saylab chiqadigan, texi mushlarni Xitoy tasdiqlaydigan. Rasm 14 ga keling. Ana ashani o'qib boqay, qolgan har bir viloyat xalqi vakillari tarafidan ko'tarilib, markaziy hukumat tarafidan tasdiqlangan 15 ma'lumot. Ularni o'qimadim. Bular ancha rol yo'q, muavin bo'lganki nima rol bor deysiz? Buni xalqlar har yerdan qonmi, uni yana Gomindan Jungyang avtib Xitoylar tasdiqlaydi. Mana mushular bilan bizning ikkinchi jumhuriyat shunchalik vayron bo'ldi. Xalqlar titib ketdi, amalsiz qoldi, yo'qolib ketdi. Va mushular beshimizga o'tdi. Shu 49-yili rasm 15 ga keling. 49-yili yozgan muno she'r mana shu vaqtdagi xalqlarning ichidagi hissiyotini bir oz ta'sirlagan. Ya'ni haydilib ketdi. Aya kül bulbulungni jut buran sürgün ilip ketdi. İçide ming hasrat hicrin qilib ketdi. İçildim lik bulbul körmidi hasrat, özra hasrat. Diyağı bir muattar bulmayınca kuşta alıp ketdi. Öter yolda bulsan bir körküleydin ah. Figan laterenum töktü yaş, pey tarçılıp ketdi. Tuğulğandın tabudem şat bulmay ötdi işkında, tagafulga silip hiç bilmedim kim örtülüp ketdi. İşin bir ağrımas mı? Oyla, kimni kördü alemde? Qara, qaysi günahın için buranga yürgülüp ketdi. Qavat g'unchang mo'ya azgan ki ayı yetmedi hergiz, kilip aldınga cemden, sayridi ahire tilip ketdi. Bu işret gipimu yoki abah uyqusi bilmedim vay. Ko'z açsam bir bakar deb talmirib haydi ham to'xtalib ketdi. Ketarda bir g'ina arzi sana shuldum.
şunutmak, nima şulkim deb aytdi, şulkim unutmang der, sana manzur bir ish ishleyolmay ko'p o'ylanib ketdi. Bu she'r Uyulup ketdim. Hıcılıp ketdim. uyulup ketdim-de, o'ylab vayron bo'lib ketdim degan. Bu she'r 1992-yili nashr qilingan Sharq Turkiston ovozi jurnalining 35-tomi 102-betida ilingan. Ben o vaqtda o tomlarni bütün o Sharq Turk ovozining bir asosiy takriri shuningda ilinganda uni yozgan shoirning ismi Faxriddin Maxlum. Faxriddin Maxlum Sharq Turkistonning bütün mamlakat bo'yicha mustaqil bo'lishga bir qadam qolganda Sharq Turkiston xalqi ko'zlaridan issiq yosh chiqarib mustaqil bo'ldik deb to'lashga tayyor bo'lganda xoinlarning sotqinchiligi, xalqning nodonligi, aldamchi ko'z bo'yamchilarning setishi va vatanparvar o'g'il qizlarning amalsiz gangrab ichi tit bo'lishlari oldida xuddi so'pinning kupugidek g'oyib bo'lib ketib borgan g'oyibona manziradek oldiga jugrab borsa yo'qolib ketgan tarixiy tragediyani bir qadar tasvirlab berdi. Bu she'r hozirgi Sharq Turkiston mustaqil harakatiga qamcha urdi. Bu nimaninki Faxriddin Maxlumninki tarixini o'qiyman desanglar, men mushuninki Sharq Turkiston jurnalining 35-tomida tarixini yozgan. Ki bu odamni qo'zg'olon qilmanda shu jarayonda o'lib ketdi. Mana shunday qilib 11 bitim tarixchi mana mushundaq jarayon bo'ldi. 11 bitimning 9-moddasida to'xtadik. Budaqi moddada xudoyim bo'lsa men budaq moddada men endi mushu oldingi so'zlagan 3 moddani qayta açık so'zlayman. Uningda Sayfiddin Aziz bilan Maynur Qosimnikini olmayman. Mushu 3 moddan mushu Uyg'urlar 11 moddaning asli nusxasi degan Nabijon Tursunnikini ilib so'zlayman. Xudoyim bo'lsa uningdan keyin shu moddada 3 viloyat to'g'riliq chet tillarda nimalar yozilgan, Xitoy ichida nimalar bo'lgan, bu to'g'riliq materiallar, Xitoycha materiallarni o'ttirib qo'yman. Xudoyim bo'lsa endi Nabijon Tursunniki bu to'g'riliq 11 bitimni yozgan shu boblarga o'zimninki ko'z qarashini so'zlayman. Chunki bu yerda nurg'un Nabijon Tursunning analizlariga men qo'shilmayman. Nabijon Tursun buningda nurg'un yerlarda o'zining hissiyotini tarixiy haqiqat qilib so'zlab yetibdi, g'oyalarni adabiyotlashtirib yetibdi. Xudoyim bo'lsa budaq so'zlarda Nabijon Tursunning 11 bitim to'g'riliq yozganlarini xudoyim bo'lsa paragraf bo'yicha to'xtab o'tamiz. Shuning bilan bugun qisqaroq bo'ldi, yaxshi. Meningki bugun 11 bitimlik to'g'riliq so'zlamoqchi bo'ldim. Asli men yomonchiq odamlar 36 yili yo'qolib ketdi, 36 yilni so'zlamamsiz degandi. Shunda 36ning 7-sini xiyli tayrab bo'lgandim. Qarsam yaqinda torlarda mushu ikkinchi Cumhuriyet to'g'riliq xiyli paranglar bo'lib ketdi. Shunda uni to'xtatib qo'yib, ikkinchi bo'lsa, buda bir qatim so'zlasak, bir qatim ikkinchi so'zlasak 11 bitim tugaydi. Men qolgan nurga 11 bitimni ushaq-tushaq moddalar bor. Xuddilik Daduyjan Uyg'ur bo'lsa bo'ldi, Shoduyjan Uyg'ur bo'lsa bo'ldi degandek gaplar. Ularning asosiy qolganlarini menda so'zlab o'tamiz. Mana 11 bitimni mushtaq analiz qilish to'g'ri keldi. Buni har bir jumlalarni, Sayjong boshliqlarini qanday qildi, shu vaqtda Xitoyning tarixida mushu Sayjong Dingjang Jushi degan mushu Muat Nazir deganlar nima rol o'ynaydi, shu vaqtdagi Gomindangningki shu arxivlarini o'qib, shu kitoblarni o'qib chiqib, shularning rollarini ko'rish to'g'ri keldi. Mana men o'qib berdim. Endi 11 bitimga sizlar o'zinglarmi baho berib beqinglar. Shuning bilan meningki bugun bo'lgan so'zim oyoqlashdi uka. Bir kafeda ichib olay. Ko'p rahmat. Nəhayət selektiv xarakterlik bo'libdi. Amaliyotda shu chog'da Ahmadjon Qosimni shu Jangjuzonning qo'lda shunchalik askarning qolganligini bilmagan bo'lishi mumkin deydiganlar bo'lishi mumkin. Qarang, bu Ahmadjon Qosimni qo'g'dayman deganlar yerib ketib bordi. O ichida qancha askar bo'lgan. O Jangjuzonning nima 200-jiq Sharq ashning ichida Uyg'ur ziyolilar, qayya qo'zg'olon ishini qilamiz degan ziyolilar Urumchida Xitoyning bo'layotgan jipti harakatini yetkazayotgan vaqtlarda u. Xitoyning butun harakatini bo'ldi.
Manda aytsan ikkinchi jumriyatning jasuslari Urumchining ichiga to'shib ketgan vaqt. Harbiylar o Xitoyning qilayotgan har bir harakatini biladi. Endi bu amal yo'q. Nelaqa bo'libmi O'rta Osiyoda nurg'unlar, shu Ahmad dodlari shu vaqtdagi mas'ullarga, shu Ahmadjon Qosim bilan billa shu ikkinchi jumriyatni sotganlarga. Bular Ahmadjon Qosimni inkor qilsa, shu dodlarini inkor qilgan bo'ladi. Shuning uchun bular jinining boricha bu Ahmadjon Qosimni qo'g'dab yerib ketdi. Asla bular hey xalqqa chiqib bizning dodlarimiz, otlarimiz mushuni xato qildi. Mushuni sitiyotga deb xalqqa dodlar otirish uchun to'g'ri qilib masalani yo'l qo'yganda. Ming yoq Rossiyaning 100 ming askari meyada o'pdika, u vaqtida mushtalqi qirilib ketadi, ammo ming xil bular banolarni ko'rsatib, o'zining xiyollarini ko'rsatib, rostlaysanlar, bular yerib ketdi, charchab ketdi. Mishakas bir ziyofat berib, bularning bir hozig'ini chiqarib qo'yadi. Albatta zarar ochiq bo'ladi. Uningga bahona eng tatli bo'ladi-da. Ya'ni sebebni o'zimizda izlash nihoyatda kuch talab qiladi. İnsan bek oson emas yani. Bahona o'ydirish biroz oson to'xtaydi. Ammo shu yosh vaqtlarimizda tarix izlanish nimasi bilan shu biroz bosog'idan atlab beshimizni tiqsaq ham yurak tatlaydigan voqealarni jiqilib ketganligi uchun buning ustiga halaqadek burmalangan tarixlarning burmanishi ko'p edirganligi uchun masalan men tarix sohasiga bek kirmagan va 11 bitimning haqidagi ma'lumotlarni masalan sizdan ham tafsili oldim desam bo'ladi. Uning oldidan belki diqqat qilmadik. Faqat mavzu xarakterlik yoki hüküm xarakterlik tushunib keldik-da, ichiga kirmadik. Ammo hozir tafsili anglab chiqdik mana. Qarasak bu merkez tarafidan belgilangan 15 a'zo yoki 10 a'zo degan kishininki amaliyotda bir badanning kallasi deydigan yerdan o'rin oldi ekanda. Yani bir hakimiyetning mingisi biz olmaz deb Xitoy qolgan parchoqlarning hapsini bo'lasan degan gaplarni qilibdi. Yani shuningga tamom deb ketdi nimadan qoldi. Ahmadjon Qosimov. Mishel bilan nima qilmaydigan tarix izlanmaganligim uchun dehqoncha bir savol bo'lishi mumkin. Ahmadjon Qosimov qanday bo'lib 11 bitimning imzosini atadigan salohiyatga erishib qolganligi haqida izlanish qilib baxtmizmi? Ya Ahmadjon Qosim shu vaqtida Uyg'urlarning eng cho'ng rais deb belgilar Ahmadjon Qosim rais bo'lmagan. İlhan Töre bo'ldi, lekin o'zligidan bir rahbar, shu vaqtdagi eng oliy rahbar bo'lib qolgan, rais rasmiy saylan bo'lib, rais bo'lmagan. Avval İlhan Töre bu vaqtida vakil bo'lib qolgan, to'g'rimi? Keyin rais bo'lgandan shu vakillar qo'l qo'ygan vaqtda İlhan Töre keyin uni marshal deb unvon berib qo'ygan bilan Ahmad Qosimlar chiqib olgandan chiqqandan keyin bu Abboslar, bu hammasi bular birlashiblar Sovetning kelsa amaliyotda vaqt İlhan Töre bir quruq joziga aylanib qolgan. Shu ashka haydabni chiqarib atgan-ku bir yilqinimda. Shu borgandan keyin shu qo'l qo'y Ahmadjon Qosim shu boshlig'i eng Uyg'urlarning shu vaqtdagi yetakchisi bo'lgan. Butun qo'lni shu qo'ydi. Boshqa odam yo'q. Kim qo'ydi qo'lni? Ya mening Ahmadjon Qosimov inqilobning dastlabki boshini sharpsidimi yo'q odamkan o'tirda. Yo'q. Uning kelib chiqish tarixidan tartib chiqqanlarda mujmallik bor ekan. Lekin qanday bo'lib, qanday xususiyati bilan u shunqiblam chiqib xuddi chumgak to'g'ri o'xshash suning o'tirisidan chum chiqqan kishiga o'xshashlam inqilobning o'tirisidan chiqib beshiga qanday kep qolganligi insonning aqlida o'tmaydi-da. Ya bakayliqa nimada ismini unutib ketdim. O'rta Osiyoda yozilgan bir kitobda Ahmad Qosim degan. U Ahmadjon Qosimning o sağlam emas deb qaradim men jiq voqealiklarda. Chunki hozir qadar naqshlarni to'lab o'qib yuramiz-ku masalan. Voy deb bilmaymiz-da, bilmaganligimiz uchun shunday ta'riflab o'qib kelyapmiz. Masalan, hikoyalar bor. Men sizdan nima qilganim biroz inchki shu sizdanki kuzatishlaringiz. Lekin g'arazsiz bu haqiqat izlash nimangiz bor, o'yingiz bor. Mushu ko'z bilan sizning izlanib boqqan bo'lsa shuni ben anglab boqay degandim-da. Bu yoki kelar qatam bir bu nayt menoda nayt tabiiy bo'lgan. Ahmadjon Qosim yozdi, so'zlaydi. Masalan, Xitoylar bilan
İlk vaqtda Ahmetcan Qasım Xitaylar bilan söhbətlişimiz degəndə Uyg'urlar söhbətni nimani söhbət qildiganligini uqmaydi. Söhbət degani nimani uqmaydi. Ahmetcan Qasım bular yo'llarni ko'rsatdi. Ruslar bilan munosabati yaqin. Demek şu lobbyçilik siyaset sahasında şu çağdaki devirdaşlar arasında biraz bildiğarak kişi ekinde iktidarı varken. Şu Ahmetcan Qasım yeni g'uljiq kelgan vaqtda uni hammasi Ahmet Qarg'u debdiki. Şoma ko'zliqi balliq vaqtida yog'och tegib bunda bo'lib chiqib ketgan Ahmet. Mana keyin invan chiqqanda Ahmet apandim bo'lib ketdi-ku. Endi u to'g'riliq izlanib baqayli. Şu tarixdagi tanlanish jarayonida shu uning oldiga chiqadigan bir odam yo'q ekan. Hammasi kontrol qilib bo'pti. So'zlaydi ekan, bu so'zlayoladi ekan, yozolaydi ekan. Uyg'urlar shu vaqtlarda masalanga masalanga mushu Turg'an Olmoslar, mushu dongliq shoir, mushu nimalar, nimshitlar, oshlar hammasi Uyg'urlarning dongliq shoirlarida, oshlar hammasi g'uljida ishlabdi ekan. Osh 11 bitim chiqib, oshningga bir o'qib, "Ma bo'lmaydi" demabdi ekan emasmi? Men oldingi qatim suhbatda dedim-ku, to'g'rimi? Ahmetjon Qosim 11 bitimga ilaqi qo'l qo'ydim deb ilaqi g'uljik isqoqqa qo'zg'ilsa, butun xalq chiqib 6-7 minut chavaq chopdi ekan. Aşıca men ilaqa g'uljiga borganda 2006-yili borgan vaqtimda shu ziyolilar bilan o'ttirib qilib, men shu vaqtda so'rag'andim, men oldin qatim deb berdim. Men shu vaqtida aşa hammasi chopib ketsa, men shu holda ashada chavaq chammagan zalda bir Uyg'ur bormikan deb so'rsam, bir takror bor yozuvchi bola. Menmi ashuni o'ylab surishtirib baxsam sahnada butun zalda chavaq chammagan birmi odam yo'q ekan deydi. 11 bitim qo'l qo'ydik hamma odam chavaq chammagan gap. Mana bunda o'qib man nima deganki bir onasimi qandaq nima bo'lib ketdi. Bo'simi so'zlayolmay qolganda xuddilaqa hozirgi mau Chavshanninki ilaqa nimasi chiqsa butun odam mushta chavaq chag'anda Shi Jinping chiqsa butun uningga jim o'tirgan ish yo'qda, jim o'tirgan o'ldirgan hammasi mushta chavaq chag. Uningdan keyin nimada Manas daryo bo'yida bir 10dakmi, 12dakmi ofitserlar buni qarshi turibdi. Qarshi tursa ularning hammasi tunjiq turibdi. Keyin shu ofitserlarning 4dagi shu burunqi Sovet ittifoqi taraf chiqib ketibdi. Endi ularni ashad deydi, men toz aniq yo'q. Birisi menga 12dak ofitser qarshi turgan, uning 4 aşağı keyin chiqib ketdi, 8da nada izlariga yo'q deydi. Echinishdi. Bugünkü temada eng diqqatim chekkan nima mazmundan birisi shu 11 bitimning vazni bo'ldi. Ya'ni 11 bitimning imzolanishi mohiyatda butun Sharq Turkiston Cumhuriyatininki inkor qilinishi, xalqimizning bugungi tragediya qilishininki shu jipini, lensini kesganga o'xshash bir ish bo'libdi ekan. Başqa mazmunlar hozircha sizning taqdim qilish nimangizda savolga jiq o'rin qolmagan darajada tayyorlab qilasiz-ku. Shunga mening kallamdan bir savol, boshqa savol kechmadi. Men naq maydonda ko'rayotgan qarindoshlarimizmi birlarini mana uni ham ilaqa share qilmabdi, chunki mening Facebook'imda yo'q. Muhtaram qarindoshlar, yana takror deb qo'yay, beshida boshlanish qismida deb ketdik. Uyg'urlar kimga qarshi degan temada 4-son bo'ldi. 11 bitimga aloqador mazmunlarni asos qilib turib, ichimizdagi dushman iddia ong xoin harakatlarga operatsiya ko'zi bilan qarayotdi. Mavlon Yasin afandim o'zining kuzatishini ta'lim qilyotdi. Programmaning oldingi o'tib ketgan qismi bo'lsin, bugungi qismi bo'lsin, o'tirib qo'yilgan mazmunlarga qarata raddiyanglar va yoki savollaringlar bo'lsa, inkaslarni qo'shib qo'ysanglar, inshaalloh bu daqiqaning fursatimizda unga loyiqada qimmatlantiramiz, manfaatlantiramiz millatimizni. Shu bir manfaatimiz qarindoshlar. Avvalki bosh qo'shimcha qilgan mazmun bo'lmasa, bir shay to'xtatamiz. Yana bir qatim ko'rishib qo'ygan. Bo'ladi, ma'qul, omon bo'linglar, Allohga emanet bo'linglar. Assalomu alaykum. Yana deyishning o'rni yo'q qarindoshlar, do'stlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Fidoyilar ekrani hozir qadar bekcha hujumga uchrab ketganligi sababli nurg'un qarindoshlarimiz bizning taqma ekranlarni, yangi adresimizni bilmasligi mumkin.
taqib qo'ysanglar, albatta yaxshilikqa yordam qilgan bo'lasizlar. Biz hozirga qadar ekranda taqdim qilayotgan har qanday programmada taqdim qilguvchi do'stlarimizning, fidokorlarimizning, saxovatchi mardlarimizning, ilm ahllarimizning o'ttirg'a chiqmoqchi bo'lgan yoki aktivist faoliyatchilarimizning o'ttirg'a chiqmoqchi bo'lgan, xalqimizga taqdim qilmoqchi bo'lgan mazmunlarda xalqimizga ozroqli manfaatini his qilsak, ko'rsak, vaqtimizni ajratdik. Ekranda yabadoq o'ziga loyiq vazni bilan taqdim qilib chiqib ketdi. Manfaatlanganlar manfaat oldi qarindoshlar. Ya'ni bo'shiga ish qilgan ish yo'q. Bu orqali biz bu yerdan maosh olgan yo'q, jon boqish yoki boshqa maqsad. Biz chet elga mush xalqimizga bir ish qilib beramizmiki, qila olamizmiki yoki ish qilayotganlarning xizmatini qilib qolamizmiki degan umidda chiqqan. Ayıqda tirishchanlik va boshqa turli fursatlarning natijasidan bugun ekranlarda xizmatlar bo'lgan bir nuqtaga keldik. Demak, xolis niyatimiz bilan davom qilyapmiz, yana qilamiz inshaalloh adoq qadar. Bizga hech narsa lozim emas, ammo qarish desanglarmi, qo'llasanglarmi, mardlarcha bo'lsa, albatta barcha kishiga marhabo deymiz. Aman bo'linglar, kelar qator program ko'rishishcha. Sizlarni Janob Alloh topshirdi. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.